fasllik. Lekin onamiznikichi ehtiyot qiladi bechora ona. Ana bizda o'sha imomlarda malaka oshirish bo'lardi, Samarqandga borardik. 2 oylik o'qishadi, 4,5 yilda navbat kelardi bizni Marg'ilonga. Shu navbat kelib Toshkentga borib, Toshkentdan Samarqandga ketadigan bo'lib, mashina kutib tursam, bir Captivaga o'xshagan jipda bittasi keldi-da. Samarqandga bitta odam bo'lsa yuraveramiz. Bitta bilan yuraverasiz, ha, menga boshqa odam kerak emas, bitta odam bo'lsa bo'ldi. Eshikni ochib men chiqaman deb chiqyapsam, bitta sharti bor. Nima shart? Gaplashib ketamiz. Ha, bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Yo'lda ketyapmiz. Gapdan gap chiqib, qaytlaysiz? Ha, Samarqandlikman. Bir ikki og'iz gapirib, o'zini gapirtirib qo'ydim, ketyapti dedi gapirib. Aytayaptiki, biz yoshligimizda onamiz tirik, otamiz o'tib qolganlar. Onamiz bir ikkita o'g'ildi deb birovga turmushga chiqmaganlar. Mana shu bolam o'qimishli bo'lsin, poytaxtda ishlasin deb 1 oylik o'quv maktablar bo'lar, o'sha yerga berganlar. Pulini to'lab turib, usti-boshini nimasini qilib tursa, o'qiverardi. Shu joyda o'qidim. Onam bo'lsa qo'ni-qo'shnilarning kirini yuvib, ovqatini yuvib qilib berib, xizmatini qilib, hozirgi tilda madikorchilik qilib meni o'qitdilar. Men o'qidim haqiqatdan, keyin oliy o'quvga kirdim, uylandim. Onamni 20 yil ko'rmabman deydi. O'zim bilan o'zim ish bilan bola chaqa bo'lib 20 yil onamni ko'rmabman deyapti. 20 yil o'tdi-yu, onam bilan xotinim bilan nonushtada o'tiribmiz uyda dasturxon. Dadasi, ha, ertaga shanba falon restoranda men gaplashib qo'ydim. Bir ayolga pul jo'natdim, chiroyli liboslarni kiyib turadi, siz borib olib kelib mehmon qiling obedga. Zakaz qilib qo'ydim. Ichim g'ash bo'lib qoldi. Nima deyasiz? Bir ayolda aytib qo'ydim, tayyorlab qo'ydim, kiyintirib qo'yishadi, tayyorlab qo'ydi, borib mehmon qilib kelasiz, mehmon bo'lib kelasiz. Menga aytyapsizmi? Ha, sizga aytyapman. Men unaqa odam emasman. Kelinlarning oldida, o'g'illarning oldida shunaqa deysizmi? Ichim g'ash bo'ldi-da deydi. Shunday nonushta ham qilmasdan ishga chiqib ketdim, shopirimni. Obedda kelish odat, tashqarida ovqatlanmasdim. Obedda kelsam, obed yana tayyor. Yana gapni boshladi. Dadasi, men alda yolg'on gapirayotganim yo'q, hazillashayotganim yo'q. Pul jo'natdim, usti-boshini kiygizib, chiroyli qilib, sizni shu nimaga tayyorlab turib o'tiribdi, sizni kutib ertaga. Borib olib, mehmon bo'lib, mehmon qilib keling. Yana do'q qildim, qayerdan bilib qoldi ekan degan ichimda bir narsa. Keldimikin? Yo, meni sinayaptimi? Kim ekan u ayol? Yana do'q qilib chiqib ketdim. Chunki qo'rqqan oldin erkak do'qon qiladi. Yana chiqib ketdim. Yana ish o'xshamadi. Qaytib kechqurun kelsam, yana kechqurunga o'qatadi ham shu gapda. Xonamga yotadigan xonamga kirib oldim. Xotinim kirdi-da, dadasi, nima tushunmaysiz? Kimligini nima so'ramaysiz? Oningizni topdim debdi. Xotin, oningizni topdim, ukangizni topdim. Pul jo'natib yubordim, oningizni kiyintirib falon restoranga bitta dasturxon tuzab qo'yadigan bo'ldi. Ertaga borib olib kechasi bilan yig'lab chiqdim. Onamni ko'zimni oldiga keltirdim. O'zi yemay, yedirib, mehnat, mashaqqat bilan mardikorchilik qilib meni o'qitsa-yu, meni ko'zimni ko'r qilsa bu moli dunyo xabar olmasam-da. Shunday o'ylayapman, yig'layapman, bolish qo'l bo'lib ketdi. Qani tong otsa-yu, shu Samarqandga yugursam-da mashinamda. Tong ham otish qiyin. Qo'rqyapman, o'lim kelib qolsa-chi, o'lib qolsam-chi. Tong otdi, shopirim keldi. Shu bilan ketyapmiz. Bo'l, bos deyapman. Qani endi Samarqand yaqin bo'lsa-da, bosyapti.
yetib bordik. Ko'chamizga shunday kirsam, ukam stulda olib chiqib eshik tagiga. Chunki onam chidalmaganlar uyda kutib turishga. O'g'lim kelyapti meni, katta o'g'lim kelyapti. Hali kelmasdan menga ustuvosh jo'natib yoribdi. Qiynalib qolmadimikin? Bosh oyoq ustuvosh qilibdi-ya. O'tiribdilar. Qo'ni qo'shni xotinlar chiqib olgan. Meni o'g'lim poytaxtda ishlaydi-da, katta ishda ishlaydi. Mashina olib yuradi meni o'g'limni. Mana ko'ringlar, ustuvoshni zo'rini jo'natib yoribdi. Kelyapti o'zi, meni mehmon qilar ekan. Hassaga suyanib gapiryapti. Hali xotinlar havas qilishyapti deydi. Qanday ham yaxshi o'g'illaringiz bor-a? Xudo bergan-a sizga. 20 yil bo'lyapti hali ko'rmaganimga. Kirib boryapman. Onam maqtayaptilar. Ayollar hayron qarab turishibdi. Shunda mashinamni ko'rib, o'rinlardan turdilar. Tushdimda yugurib oyoqlarimni quchoqlab, "Aya, meni kechiring. Ona, meni kechiring. Men ahmoqlik qilib qo'ydim. Men o'zimni unutib qo'ydim." deb yalinsam, qo'shnilardan oldin naqd qilib, "Tur. Sog'inib qolsam-da" deb, "Qarang, 20 yil bo'lyapti" deydi. O'shanda ham qo'shnilarni oldilarda, chunki u onam ukam bir narsa olib kelsa, ukamni emas, meni maqtar ekanlar deyapti. Mana katta o'g'lim poytaxtda ishlaydi-da. Meni jo'natib yubordi-da, bunaqa berdi-da. Hatto hassani bitta qo'shni aytayapti-mu, hassani ham shu siz jo'natganmidingiz deyapti. Men 20 yil xabar olmagan o'g'il qanaqa qilib hassa jo'nataman deydi. Lekin ona ekanda maqtabdilar-da dedi. Yig'lab mashinaga o'tkazib restoranga olib bordim. Kirib boryapmiz. Hassadalar, qo'ltiqlab olganman. Onamdan baxtli ayol yo'q. Chunki mana o'g'lim ko'rib qo'yinglar, poytaxtda katta ishda ishlaydi. Meni onasini chiroyli libos kiygizib mehmon qilgan olib kelyapti deb baralla aytgilari kelyapti. Xursand, malikalardaqa kirib kelyaptilar-da. O'tirdilar. Olib kelishni boshladi. Ovqat, bu go'sht salat, meva salat, u qilib. Aya, oling endi. O'g'lim, men yeyolmayman dedilar. Nimaga aya? Tishlarni ko'rsasalar, bitta ham tish yo'q ekan-da. Tishim yo'q meni. Shu bir to'rg'am nonni shu piyolaga choyga tegizib, yutib yeb olsam bo'ldi menga. Nima deyapsiz aya? Tishim yo'q. Men bilmaganimni 20 yil ko'rmagan qayerda biladi? Onajon, bugun ham qo'ydiramiz tish. Qiynalib qolmaysanmi o'g'lim? Ana onani qarang. Ona deyapti, u aytayapti, "Aya, uyim to'la pul. Pul qiynaydi holatda basma. Bugun ham sizga tish qo'ydiramiz." O'g'lim, nahot qilma, qiynalib qolasan. O'g'illaring katta, qizing chiqaradi, xon bo'lib qolgan. Yo'q, aya, nima deb o'ylamang. Ataylab onamga mos qilib ovqat qildirib, alohidatan yedirib olib chiqib ketyapti. To'g'ri stomatologiyaga olib borib aytsam, bir haftada bo'ladi. Hujjatim deb ko'rsasam, ertaga bo'ladi. Yo'q, erta emas, bugun bo'ladi debdi. Aka, iloji yo'q, hozir qolib olamiz ular. Yo'q deb turib olsa, bo'ldi, ertaga asrga Xudo xolasa onangizni tishlari bo'ladi. To'g'ri borib bitta telefon, sim karta, aya mana bu sizga telefon. Men endi sizni yo'qotmayman. Men sizni endi nima qilmayman. Meni kechiring deb yig'lab kechirim so'radim. Uylariga olib borib qo'yib, yana uyga keldim. Kelyapman 5 marta, 6 marta telefon qildim. Chunki onadaqa dunyoda insonni qalbini to'ldiradigan narsa yo'q ekan dedi. Chunki pul topdim, obro' topdim, uy topdim, xotin, qiz, o'g'il, hamma yo'q topdim, lekin onani o'rnini hech narsa bosmas ekan. Men shuni bilmagan ekanman. Uyga kelib telefon qildim. Onam, "Yetib oldingizmi o'g'lim?" "Ha, yetib oldim." "Qiynalib qolmadingizmi?" "Ha, yo'q, yaxshiman." Ertasiga asr bo'ldi, kutyapman. Asrda telefon bo'ldi. Osam ayam ovozlari boshqacha. Ha, ovozingiz boshqacha. Tish deb tishlarini urib telefonda, "Mana tishim bo'ldi, o'g'lim.
Men ham hammani o'rnida yuraman endi o'g'lim deyaptilar. Ana xursandchilik. Qarang, arzimagan pulga onam xursand. Ertasi yana shanbani kutyapman, chunki o'zim tayinlab kelganman. Yana shanba bo'lsa, yana borib mehmon qilaman. Bir kun qolib ziyoratlashib kelaman. Shu shanba kelmayapti-da dedi. Juma bu, payshanba bo'ldi-yu. Ertalab turib tayyorgarlik ko'ryapsam, ukam telefon qildi dedi. Aka, ayam mazalari qochib qoldi. Tezda keling, sizni so'rayaptilar. Shopirga o'tirdim, bos endi Samarqand. Jizzaxga kelganimizda, aka shoshiling. Onam o'zlarini bilmay qoldilar endi. Shoshiling. Bulung'urga kelganda onam vafot etdilar, shoshilmay qo'yavering. Aka bo'ldi endi. Siz o'zingizni nima qilib kelsangiz bo'ldi. Sizdan rozi ekanlar, roziliklarini aytib bo'ldilar. Doddim mashinada. Yoshligim hammasi borguncha ko'zim oldidan o'tdi. Kirib borib, dod deb kirib bordim. Qani endi onani tirikligidagi nima? Onajon, 2 kun men yana sizni ko'rib olardim. 20 yil men o'zimni nima qilganimni bilib afsus qildim, nadomat qildim. Ko'mdik yuvib, kafanlar, namozlarni o'qib, qabrga qo'yib, marosimlar o'tib qaytayotgan paytimda ukam bir xat ko'rsatdi. Ayam shuni berib qo'ydilar. Xat konvertni ochsam, 3-4 dona ko'z yosh tushgan yozuv, o'zlarini yozuvlari. O'g'lim, men dunyoda bir ayol qanday baxtga yetgan bo'lsa, men yetdim. Men sizlarni otasiz voyaga yetkazib, bolalarim qiynalmasin deb o'zim qiynalib sizni o'qitdim, ishlatdim. Men oxirgi damda onalik baxtida vafot etyapman. Shuning uchun meni bo'ynimda qarz bo'lib qolmasin deb siz o'sha tayyorlagan restoranga, stoliga xuddi o'shanaqa ziyofat buyurib qo'ydim. Umrim yetsa mana o'sha kunga billa ziyofatlanamiz. Agar umrim yetmasa, kelin qizlarim olib kelib, shu yerda mehmon bo'lib ketinglar, haqqimga duo qilib qo'yinglar. Onani qarayna. Ona biz tashab chiqib ketamiz, katta uydi, kichkina uyga tashab chiqib ketdik deb. Ona bechora kattani bolasidan to kichik deb bolasiga jo'rib 5 yil tervatadi. 5 yil tervatib nima deydi qo'ni qo'shniga? Bir to'rg'am nonni haqqini ado qilyapman. Bir kosa berilayotgan, ichayotgan ovqatimni haqqini ado qilyapman deb tervatadi. Kattalarda o'g'li katta bo'lib, qizi katta bo'lib, katta eshikni tashab chiqib ketishganda onani olib chiqib ketishmayapti. Ana qarangki, bizlarda bir hasad degan narsa bordi. Bizlar aytamiz, onamiz deydi, toparmanini yaxshi ko'radi, tutarman, olib keluvchisini yaxshi. Kim yomon ko'radi? Nima biz olib kelmayapmiz? Nima biz topmayapmiz? Bizi nima kam joyimiz bor? Biz ham o'sha ota, biz ham o'sha onadan dunyoga kelganmiz. Nimaga biz olib kelmayapmiz? Nimaga akamiz olib kelyapti-yu, biz olib kela olmayapmiz? Voiz qaraning onalarini mardikorchilik qilib bo'lsa, qishloqda qo'yini boqib bo'lsa ham boqdilar. Nimamish? Bu kishini qoplamasmishda, bir kunlik 40 mingdan ishlash. Ish bor 40 ming, borasiz, ishlaysiz, erta-kech ko'rin naqd qo'lingizga ushlaysiz. Bo'lmasa haftalik pul olasiz, qoplamaydi. Ko'chada chiqib o'tirish qoplaydi. Onani bo'lsa, quruq non yeyishini ko'rib turishlik qoplaydi. Bechora to'yga borsa, qaymaqni yeb turib, qaymaq yedim deb maqtanishligi qoplaydi-yu, bu akamni 40 ming pul qoplamasmishda. Ish qoplamasmish. Ora kunda aytib qo'ylar, Rossiyaga borsam bo'lar ekan. Qaysi ona jo'natadi?
Yuraver o'g'lim deydi. Pensiyam bor-ku deydi. Betni qarang. Aya pensiyangizdan berib turing, ha? To'yana to'ylab, to'yana. Aya Miftan kelib qopti, pensiyangiz bormidi? Uzaman deyapti-da. Ona bechora pensiyasini svetga, suvga, gazga o'g'ildi. Ha, u nima yeydi? O'sha gapiradi keyin. Shashliklar qana bo'larkin deydi. Agar birorta bir mehmondorchilikka borib, bir dona shashlik yeb qolsin, bir oy maqtanadi. Falonchini bir mehmondorchiligida deydi. Bir dona shashlik yedi. Va deydi. O'g'ilchi o'g'il. Cho'ng'ura guruch qo'ygishlardi. Qarsillatib yeb, pepsilar ichib, qizil choyni, ko'k choyni, oq choyni qilib ichib, bo'g'riqib, ora kunda agar osh bo'lmay qolsa, shashlikni urib, ertalabda o'ramda choyni ichib, bunday qilib kesalari, ona bechora mekkillab tishi yo'qligidan nondimdek qilib tursa, onani tishini to'kilganiga 10 yil bo'lyapti. Bechora ona pista chaqqan, bodam yegan, yegisi keladi. Nimamish? Onam tishlari yo'q. Ha, u kelicha degan narsa bor, deb qilsa maydalanadi. Piyolarga solib qoshiqchada yediring. Ona qana duo qilar ekan. O'g'lim, sen boshqachasan-da deydi. Alloh taolo ikkita dunyoda boshqacha qiladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham boshqacha qiladi. Ko'rgan odam bu boshqacha inson ekan deguvchi chiqib qo'yadi. Qiyomat kunida jannatga kirgizib, jannatu bog'i rog'ini boshqacha qilishlik bilan Alloh ikrom qilib qo'yadi. Bitta shu onamizni boshqacha. Kim onasiga kelichada pista bilan bodamni maydalab turib, qoshiqchada og'ziga solib qo'ygan. Bir yoshligimizni eslang, qana ovqatlantirishgan bizni. O'tkizib olib, o'zini qorni och, biz og'zimizni ochib qilib turibmiz. O'zini qorni och, o'zi zo'rg'a nima qilgan, lekin ona ekanda birinchi bizni qornimizni to'yg'azgan. Ona yedirmaganda nima bo'lardi? Ana qarangki, shu hasad bor. Ona o'zi kimni yaxshi ko'radi? Bir onadan so'raldi. Qaysi farzandingizni yaxshi ko'rasiz? Shunda ona aytgan ekan, kichigini katta bo'lguniga cho'r, kasalini tuzalguniga cho'r, safardagisini kelguniga cho'r, hammasini o'lgunimga cho'r. Agar men o'lsam, u farzandlarimdan birortasiga ozor yetadigan bo'lsa, tanam ozor topadi degan ekan. Agar men o'lib tanam turpoqqa aralashib ketsa-yu, farzandlarimdan birortasi ozor topsa, turpog'im ozor topadi degan ekan.